Assalomu alaykum barcha obunachilarimizga. Okalar, yaxshimisizlar? Okalar, va nihoyat biza kutgan kun keldi va bizada yangilik. Anchadan beri kutardik bu narsani. Turbofen ham plisosli ham turbofen ikki xil vazifani bajaradi. Sifati a'lo darajada. Mana okalar, sifatini ko'rishingiz mumkin. Juda ham a'lo darajada. Tak, fenimizdan o'zi. Kompaktni juda ham qulay ishlatishga mazza qilishga sifatida gap bo'lishi mumkin emas. Mana o'sha biz kutgan mahsulot. Korpuslari ham alyuminiy qishlangan. Tak, mampdan yoqiladi. Mampda siferblatli ekranlari ham bor. Skoroskni ko'rsatib turadi nechidaligini. O'tepay qilsanglar oshiradi skorosk. Balandlashib turadi. Bosib tursangiz riski baland bo'ladi. Okalar, bu narsani juda ham ko'p narsaga ishlatsanglar bo'ladi. Mashinalarni mo'lka qilgandan keyin quritish uchun bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Bir pasda quritib tashlaydi, artib o'tirish shart emas. Bundan tashqari mana hozir kuz fasli, daraxtlarda bayli to'kilyapti. Hamma yoq xazon, mana shu xazonlarni ham bemalol bitta joyga sipirishga juda ham zo'r. Turbofeni juda ham kuchli, shamol berishini sinab ko'rdik, juda ham dahshat darajada. Bu yoqda mana bu yoq tarafiga pilisos nasatkasini qo'yib bemalol ishlatib turasizlar. Mana ichiga musorni yig'iladi, ichida filtri bor. Bemalol pilisos qilsanglar ham bo'ladi.